الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: haqiqatda bu dunyo la'nat qilingan. Ham Allohni zikr etuvdan ham onun bilan beyli bo'lgan barcha narsadan, g'olimdan ham o'qishdan qola ondagi bor narsadan la'nat qilingan. İhtibor etingiz. Allohni zikr etuvdan ham onun bilan beyli bo'lgan barcha narsadan, g'alimdan ham o'qishdan, ya'ni g'alim ham o'qishi shariat dini bo'yicha g'alim. Shariat ilmin o'rganishi o'qishdan qola bu dunyoda, ya'ni bu dunyoda narsa bor narsalar la'nat qilingan, ham shu dunyo la'nat qilingan. Ya'ni proklятый. Ham shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ikinci bir hadisinde biz bilan o'qidik, aytdi: Cennette dedi. Cennette qomshi sıyırlık o'rin, bir qomshi sıyırlık o'rin bu dunyodan ham ondagi bor narsalardan yaxshiroq dedi. Bir balakagina qomshi sıyırlık o'rin shu zo'r dunyodan ham ondagi bor narsalardan yaxshiroq dedi. Lekin qizg'anishga qarshi bugungi kunda biz kishilar shu Allah yaratgan, Allah tilagan ham eng ahamiyat, eng muhimi bu dunyoda ham oxiratda bizga foyda keltiradigan narsalarni qoldirib, biz shu Allah la'nat qilgan, Allah yaratmagan, bizga foyda keltirmagan narsalardan chiqamiz. Kishi o'zining sog'lig'in, yoshligin, quvvatin, kuchin, umrin sarf etib shu Allah la'nat qilgan narsa ortidan chiqadi. Ham bu qizg'anishga qarshi bugungi kunda bizning halatimiz, bugungi kundagi bizning maqsadimiz.